Assalomu alaykum, qadrli yo'ldoshlar. Bugun mana Qazaras tumani Beshta qishlog'i Bog'iyram mahallasida chaqmoq operatsiyasini tashkil qildik. Shu yerda bir kontur, bir mahsulot deb nom olgan shior ostida biz Xalq banki bilan birgalikda 10 gektarga tarvuz mahsuloti ekdik. 269, 287, 271, 286 konturlarda 10 gektar tarvuzni ekib 46 ijarachiga berdik. Mahsulot yetishtirish davri 128 kunni tashkil qiladi. Miqdori 350 tonna bo'ladi. Har bir ijarachiga 30 million so'mdan haqiqiy sof daromad kirib keladi. Chaqmoq operatsiyasida unib chiqqan tarvuzlarni tabiiy mahsulotlar bilan ajoyib bir ishlovlarni berib, ximik o'g'itlar bilan yetishtirib xalqimizga taqdim qilamiz.